Ko'z tegmasin. Salom City juda ham chiroyli qurilyapti va eng sifatli mahsulotlardan foydalanyapti. Ushbu ishlatilgan sifatli gazobloklarni men Qo'qonda Salom Citydan tashqari faqatgina yana bitta qurilish obyektida ko'rdim. Omadlarini bersin, juda ham chiroyli bityapti u ham. Va bazaltlarni ham chempionini olib kelib qo'yishdi. Ko'rib turganingizdek, bazaltlarni olib kelib qo'ydik. Bu bazaltlarimiz haqiqiy bazaltni opoqladasi, qudalar bopi bo'ladi. Bemalol brendini ko'rib, o'zingiz internetdan yoki tanish-bilishlardan solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu brendni pulni birinchi o'ringa qo'yadigan insonlar olib kelib ishlatmaydi. Ya'ni sifatni birinchi o'ringa qo'yganlar olib kelib bundan foydalanishadi. Sababi bu bazaltlar xona haroratini mo'tadil ushlab beradi. Ya'ni qishda sovuqni o'tkazmaydi xona ichiga, yozda issiqni va xonadagi haroratni ham tashqariga chiqarib yubormaydi. Undan tashqari shovqinni to'laqonli yutib beradi. Ekologik toza mahsulot va yonmaydigan mahsulotdan tayyorlangan. Ustiga ustak 50 yil ham kafolatiga ega. Ushbu brendni yuqorida aytib o'tganimizdek, bemalol ommaviy tarmoqlarda ko'rib, solishtirib qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Xabaringiz bor, Salom City o'z mijozlariga doim mana shunday eng yaxshilarini va eng sifatlilarini tavsiya qilib kelgan va bundan keyin ham ushbu an'anasiga sodiq qoladi. Chunki Salom City bu aynan siz istagan qulaylik.